Elhamdülillah. Cimi hamdü sana alemlerinin perverdigarı Allah xastur. O Allah Kur'an'da Allah insanını abimanidin yarattı. Onu balılar nispet berildiğin er ve kudubacılık payda kılıdığın ayaldın ibaret iki xil kılıp yarattı. Perverdigarın hemmegi kadirdir, dedi. Guvahlık vermen ki bir Allah'tan başka ilah yoktur. Yine guvahlık vermen ki Seyyidimiz, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Durut ve salam Allah'ın peygamberi ve bendisi bolgan o zatqa, o zatның ail tavabatlarına, sahabelerine ve kıyametkice o zatның doğru yoluga ergeşkenlerge bolsun. Sözümüz kelsek, ey Allah'ın bendileri, özümge ve sizlerge Allah'tan korkuşunu tavsiye kılıman. Ol nami ulug' bolgan zat Kur'an'da aytdi ki, ey insanlar, sizlerni bir insondan, yani Adem aleyhisselamdan yaratgan. Şu insandan, yani öz cinsidan onun cüptini, yani Havvani yaratgan. Ve ulardan, yani Adem bilen Havvadan nurgun er ayallarını yaratgan perverdigarınlardan korkunlar. Bir-biringlardan ners sorganda namı bilen soraydigan Allah'tan korkunlar. Sil rahimni üzüp kuyuştan saklanыңlar. Allah hakikaten sizlerni, yani bütün ahvalınlarını közütüp turguçudur. Nisa suresi 1. ayet. Ey müminler! Allah Taala degen ki, Allah sizlerning üns ülpet elişinlar üçün xotununlarını öz tipinlardan yarattı. Sizler üçün ulardan oğullarını ve nevirlerini yarattı. Sizlerge türlük şirin nerslerini rızık kılıp verdi. Ular batılga, yani butlarga işinip Allah'ın nimeti küfürlük kılamdı. Nahl suresi 72. ayet. Ey Allah'ın bendileri! Hakikaten o ailedir ki, ail degen insan neslinin ve hayatlıkının devamlışının asli menbesidir. O her bir insan üçün tünci terbiye mektebi ve şundakla küçlük ve mukim cemiyetinin asasıdır. Şeksiz ki bu ailini berpa kılışının tünci kadim bolsa toy kılıştır. Toy kılış arkalık illik bir ailege hulsilinip onun güzel tamları koparıldıgan bulup Allah Taala onu mahlukatlarının vücududa bar bolgan tabii bir fitret kıldı. Ve peygamberlerinin sünnetlerden bir sünnet kıldı. Demek toy kılış bolsa insan üçün bir korgan bulup u arkalık özünü Allah haram kılgan işlerine düşüp kalıştın qoğdaydı. Bazı yaşlarımızga nem boldikin, ular toy kılışka kızıkmaz bulup kalıvatıdı. Ularga süyümlük Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iyi yaşlar camisi, kimki toy kılış kadir bolsa toy kılsın, degen mübarek hitabı yetmegen midir? Ular toy kılış degen özü bir mesuliyetini artıp alganlık, onun nurgun çıkımları ve başka işleri var degendek bahaneler bilen toy kılmaslıkının Allah Taala'ga bolgan Çin işencinin azlıkının cümlesinden ikelligini bilmemdiğanmıdır. Ular rızkının tar bulup kalışından korkamdıgandı. Halbuki Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge hitap kılıp aranlardaki boytak er ayallarının ve yaxşı kul, yaxşı çöğürlerinlerinin beşini oңşap koyunlar. Eğer ular yoksuz bulduğun bolsa, ularının yoksuzluğu sizlerinin ularını beşini oңlap koyuşunlarga tosalgı bolmasın. Allah ularını öz kerimi bilen bay kılıdı. Allah'ın kerimi kengdir. Allah bendilerinin menfaatini bilgüçüdür. Degen söz bilen eğer toy kılsak öz pezli kerim bilen bizni bay kıldıganlıkıga Allah vədi verdi. İyi yaşlar, Peygamberlerinin çağırqıga avaz koşunlar.
Parvardigoringlarning va'dasiga haqiqiy chin ishoninglar. Shundala oilaning illiqlik, xotirjamligi, rahim shafqat va sevgi muhabbatidan bahr ololaysizlar. Shundaqla yana sizlarning bu mening dadam deb nomi sharifinglarni ko'tarib yuradigan ko'z qarchiqinglar bo'lib, yashanganinglarda jininglarga asqatadigan va Parvardigoringlarning dargohida ajr savobga erishtiradigan vafodor bolalardan iborat katta meva ko'chatlarni qo'lga keltirsizlar. Ey qarindoshlarim, koshki sizlar Alloh taolaning Qur'on Karimdagi o'zlari iymon etgan, avlodlarimi agishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kamaytmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir degan so'zni anglamadinglarmi? Ey Allohning bandalari, haqiqatan dinimiz rozi bo'ladigan, vatanimizmi talab qiladigan oila bo'lsa, xuddi payg'ambarlarning tuganchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda agar sizlar uning dini va axloqiga rozi bo'ladigan kishi kelsa, uni qizinglarni birib o'ylab qo'yinglar deganga o'xshash axloq va diyonat ustiga qurilgan oildir. U yana mehr to'yliqlarda chakdan oshirib o'tmasdan, murosim ziyofatlarda, hadiya sovg'atlarda isrof qilmasdan iqtisodiy tangponlik ustiga qurilgan oildir. Sizlar barkat ko'tarilib ketgan bir oilaning bo'lishini orzu qilamsizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis sharifda to'y ishlarining oson bo'lishi va mahrning oz bo'lishi ayol kishining barkatli ekanligining jumlasidandir degan so'zni anglamadinglarmi? Dinimiz va vatanimiz ko'zlaydigan oila yana xotirjamlik, salomatlik va barkat bilan huzurlanadigan oildir. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, o'zining ansarlardan bir ayol bilan o'ylanmoqchi bo'lganligini aytganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga berib uni ko'rib boqqin, chunki ansarlarning ko'zida bir narsa bor degan. Buningga binoan yoshlar to'y qilishdan ilgari tibbiy va gen tekshirishlarini qilishga sal qaramaslik kerak. Shundaqla agar doktorlar tavsiya qilsa, oilaning saqliqini muhofazat qilish, tinch muqimligini qo'g'dash uchun yaqin tuqqanlar bilan to'y qilishdan yiroq turish kerak. Kimmi o'zining guldak yoshlik bahorini doktorxonalarga qatnash bilan o'tkazadigan bir oilani qurishga yoki irsi va palash kasalliklari bilan tortayotgan dard alamlarga har bir qarag'anda yurakni laxt qiladigan farzandlarini tepishga rozi bo'lsin. Ey dadalar, ogoh bo'linglarki, oilanglarning kelgusi uchun yaxshi plan tuzinglar va farzandinglarning aqllarini ilm bilan qurollantiringlar. Ey o'qituvchilar, sizlarmi farzandlarimizga isil imorat xos oila qimmat qarashlarini chunqur yiltiz tatqizishga hamdamda bo'linglar. Shundaqla aramizdagi go'zallik va isilliklarning vayron bo'lib ketmaslik uchun ularning fikrlarini mavhum tor dunyosining ziyonlaridan qo'g'danglar. Qurilish qachon yetar o'zining tamomiga, agar sen qo'pirsang boshqalar buzib tursa. Ey Alloh, yoshlarimizni va qizlarimizni muhofazat qilg'aysan. Biz uchun oilalarimizga barkat bergaysan va uylarimizda baxt saodatni davomlashtirg'aysan. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Nisa surasi 59-oyat. Alhamdulillah. Allohga loyiq ravishda hamd sanolar bo'lsin. Durud va salom Allohning tanlangan payg'ambari va bandisi Hazrati Muhammad alayhisalomga, u zotning oil tavobatlariga, sahobalariga va u zotning to'g'ri yo'liga ergashganlarga bo'lsin. So'zimiz kelsak,
Aldığımızda dünyavi özara kechirim qilish kuni kelish oldi turayotidu. Bu bak cho'ng faoliyatdir. Oilalarga bu kunni tabriklab, uning ruhini o'zlarida namoyon qilish nima degan esl ish ha? Ey erkaklar, kang qo'rsoq bo'lib, bir-biringlarni kechirim qilib o'tishni lozim tutinglar. Qachonki bir ko'ngilsizlik paydo bo'lsa, kechirib o'tish bilan hayotinglarga yangi bir sahifa ochinglar. Mushundaq qilish jidal majroni texmi ulg'aytgandan ko'p yaxshidir. Shundaqla buning bilan farzandinglarda yaxshi pixsiga yetildirishga cho'ng ta'sir bo'ladi. Sizlar gap so'z va ish harfinglar orqali bolalaringlarda kechirim qilish ruhini yetildirishinglar bak go'zal ish hisoblandi. Shunga payg'ambarimizning bir hadisda haqiqatan Alloh bir uydagi kishilarga yaxshilikni iroda qilsa, ularga muloyimlikni kirgizdi deb kelgani bo'yicha ularga yaxshi muomala qilinglar. Tarbiyalaganda muloyim bo'linglar. Bu orqali muloyimlik va kang qo'rsoqlik ularning yashash yo'liga va shaxsiy xarakterlarini shakllantirgan asosli omilga aylandi. Qarindoshlar bir-biriga yo'l qo'ydi. Qalblari suzuklashidi. Aloqa rishtalari kuchlanib, texmobak sil rahim qilishadigan bo'ladi. Sizlarcha mushundaq bolalar yaxshimi yoki uy ichida kang qo'rsoqlikdan so'z ochqili bo'lmaydigan, ondan buning natijasida meros talashib, sotma-sot so'rishib yuradigan holatda o'sib yetilgan bolalar yaxshimi? Shuning uchun bolalaringlarga mol dunyoni topqili bo'ladi, lekin qarindoshni topqili bo'lmaydi. Mol dunyo degan kelib ketib turgan narsadir, lekin qarindoshlik rishtasi mangu yo'qolmas, qilib qoladigan kuchlik aloqadir degan uqumni o'gitinglar. Yana ularga qarindoshning himoya qilguvchisi va kuchlik tayanchidir deb o'gitinglar. Qur'on Karimda Alloh taolo payg'ambari Musa alayhisalomga qarindishing orqali seni kuchaytimiz, ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga agashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar deganligi kelgan. Ey dada bo'lg'ichi, ey ona bo'lg'ichi, shuningga ishoninglarki, sizlar tikayotgan kang qo'rsoqlikdan iborat bu daraxtlarning mevasini hamon bir kun o'zisizlar. Qimmat qarashlarni mujassamlagan axloq urug'lari bordir. Uni terib parvish qilish bilan bog'u bo'stonga aylanur. Ey Allah, Sayyidimiz Muhammad alayhissalomga, u zotning oil tavobatlariga va hamma sahobalarga durud va salom yo'llag'in. Ey Allah, Hazreti Abu Bakr, Umar, Osman, Ali'din va barliq sahabi kiramlardan rozi bo'lg'in. Ey Allah, bizni sana iman etquchi, sana ibodat qilg'uchi, sening tarafingga qaytquchi va ota-onamizga yaxshilik qilg'uchilarning qatoridan qilg'in. Ular bizni kichikligimizda tarbiyalagandek ularga rahim qilg'in. Ey rahim qilg'uchilarning eng rahim qilg'uchisi bo'lgan zot. Ey Allah, davlatimizga muqimlikni davomlashtirg'in. Bizga salomatlik ne'matingni to'liq qilib bergin. Rizqlarimizni keng qilg'in va bizga ayollarimiz, bolalarimizda barkat bergin. Ey Parvardigorimiz, bizga biz sendan so'ragan yaxshiliklarning hammasini bergin va biz sendan so'rab bo'lolmagan yaxshiliklarga bizni yetkizgin. Sen haqiqatan ko'p berguchi zotdirsan. Ey Allah, davlat raisi Sheyx Muhammad ibn Zayedni, o'rinbosarlarni, davlat hokimlari bo'lgan qarindoshlarni va vali ahdisni sen yaxshi ko'rdigan va sen rozi bo'lgan ishlarga muvaffaq qilg'in. Ey Allah, Sheyx Zayed, Sheyx Rashid va boshqa davlatni ta'sis qilgan rahbarlarga rahim qilg'in. Ularni fazling va kari jannatingga kirgizgin
va shahidlarimizga rahmat, mag'firat qilgin. Ey Alloh, musulmon musulmon ayollarga, mo'min mo'min ayollarga, ularning ichidagi hayotlarga va o'lib ketganlarga hammasiga rahim qilgin. Ey Alloh, bizga yomg'ir yog'dirib bergin. Bizni ümidsizlangichlardan qilmag'in. Ey Alloh, bizga yomg'ir yog'dirib bergin. Ey Alloh, bizga yomg'ir yog'dirib bergin. Ey Alloh, bizga dunyodami yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlag'in. Ey Allohning bandalari, ulug' Allohni zikr qilib aslanglar. Shunda qilsanglar, Allohmu sizlarni aslaydi. Allohning ne'matlariga shukr qilinglar. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarga ne'matni texmu ziyoda qilib berdi. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.